Bu yerda faqatgina bitta masala pul undirish maqsadida shunaqa narsa qilib chiqilyapti. Boshqa narsa yo'q. Kokosh katta pul undirish uchun xususiy klinikani shantaj qildimi? Klinika shifokori atvet qildi. Bu mol doktorlar bitta odamni oyoqqa qo'yib qo'yishdi. Qurbi yetmayotganidan endi pul uchun qilishyapti. Pul uchun qani o'sha pul, qani ko'rmayapmiz pul. Kokosh davolanayotgan xonasida sigaret chekib o'tirgan shifokor rasmini oshkor qildi. 20 million so'm berib kamiga YouTube'dagi video yordamida operatsiya qilingan va og'ir ahvolga tushib qolgan bemor hammasini aytib berdi. 20 million? 20 million pul to'lab yalanyaptilar. Ertalab qiladigan antibiotik mana orasida 12 soat emas, qancha vaqt o'tdi bilmadim. Vrachlar cho'rniga tiqib qo'ygan. Bu bemor reklamadan kelgan. Kokosh klinikaga boykot e'lon qilib yopilishini talab qilmoqda. Boshqalar ham ogoh bo'lishi uchun videoga albatta like bosib qo'ying. To'liq tafsilotlar video davomidan o'rin olgan. Har bir o'tkazmangizdan ushlab qolinadigan komissiya sizga deyarli bilinmaydi. Lekin ular mana shunday pullaringizni mayda-mayda bo'lib yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Tezda ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Kokosh operatsiya qilingan klinikadagi mojarolar borgan sari kattalashyapti. Turli gap-so'zlardan so'ng klinika shifokori atvet qildi. Uning aytishicha, bu shantaj. Kokosh hammasini katta pul talab qilish uchun keltirib chiqargan emish. Salom aziz qalaysan tuzumsan. Bu yerda bo'ladigan narsa вообще boshqa tema, to'g'risi. Bu yerda faqatgina bitta masala pul undirish maqsadida shunaqa narsa qilib chiqilyapti. Boshqa narsa yo'q. Operatsiya bo'lganiga 1 oy bo'lgan. Yaranib bitish normalli, bu eski rasmlarni qo'yapti. Bu mol doktorlar bitta odamni oyoqqa qo'yib qo'yishdi. Qurbi yetmayotganidan endi pul uchun qilishyapti. Pul uchun qani o'sha pul, qani ko'rmayapmiz pul. Davolab qo'y, olam guliston davolab qo'y. Prosta operatsiya qilib chiroyli qilib qo'y. Qanday kelgan bo'lsa shunday qilib chiroyli qilib chiqarib yuborish. Hech kim hech bola demaydi-ku, mana shu 1 oy yotibdi-yu bolnitsada indamay, hech kimga aytmasdan. Shifokorlar bor aybni Kokoshning o'ziga yuklayotgan bir paytda uning palatasida davolanayotgan, YouTube'dagi video yordamida operatsiya qilingani aytilayotgan yana bir bemor bu joydan katta pul sarflash evaziga o'ziga dard sotib olganini hasrat bilan gapirdi. Xo'p, men bitta aytaman, bu yerda bemor yotganlar, o'sha YouTube'ga qarab operatsiya qilgan bemor, yuzlarini ko'rsatmayapman, o'ranganlar. Opa hozir jalba qilyaptilar, aytayaptilar-ki, bularni shuncha bo'lgani uchun cho'rniy spiskaga tiqib qo'yishibdi, vrachlar kirib obxotam qilmabdi. Ertalab qilinadigan antibiotiklari hozir qilinyapti. Va bu yerda umuman yotgan bemori yonida yotgani uchun bu qizdan xabar ham olinmayapti. Kimga murojaat qilishim kerak deyapti. Bu qiz hattoki nech pul to'lab yotyapsiz? Ha? 20 million? 20 million pul to'lab yalanyaptilar. Ertalab qiladigan antibiotik mana orasida 12 soat emas, qancha vaqt o'tdi bilmadim. Vrachlar cho'rniga tiqib qo'ygan. Bu bemor reklamadan kelgan. Kokosh esa bu joyda ishlayotgan shifokorning bemorning palatasiga kirib, chekayotgani aks etgan fotosuratni sahifasiga joylab, klinikani zudlik bilan yuqori tashkilotlar nazoratga olishi kerakligi, aks holda boshqalar ham jabrlanishi mumkinligini aytib, klinikaga boykot e'lon qildi. Demak, bu klinikada siz nafaqat qorningizni, balki dahangizni tagini ham qildirgansiz, to'g'rimi operatsiya? Dahanni ham qilgan, belni ham liposuksiya qilishgan. Belni ham gapirayotganimda bilmayman, sezishdimi yo'qmi, og'zim qiyshayib qo'ygan. No, mana o'sha после operatsiya qattiqlarim 10 kun davomida juda ko'p kommentariylar kelgan, uning og'zingiz qiyshayib qolganini. U paytda endi men после operatsiya holatda anaqa bandaj taqotildim menga. Men o'shani hisobiga degan fikrda bo'lganman. No, o'sha men og'zim qiyshaygan, buni-ku вообще gapirayotganim, bunga o'tayotganim ham yo'q. Bu og'iz qiyshayishiga hozir qorinda hamma aniq e'tibori, fikrim. Bu narsani umuman gapirib chiqqan joyim ham yo'q edi. Hozir sizlarda birinchi marta
so'ragingiz uchun buni gapiryapman. Tozalik ham, hech nima muomala ham, qarash ham, dori darmon umuman hech nima yo'q bu klinikada. Shu klinikani juda bir kuchli, juda eng kerakli joyda tekshirishini, bu klinikani xalqimiz uchun ular ko'p tekinga aksiya deydi, odamlar tekin degan joyga o'zingiz bilasizlar, sharoit yo'llar ko'p boradi, kerak bo'lsa shunaqangi holatda tavakkal qilib ham boradi iloji yo'qligida. Yopishini xohlayman men bu klinikani umuman. Misol uchun men o'zim reklama qilganman. Men orqamdan ham ko'p qolib, keyin bu holatlarni ko'rmay kelib qolganlar ham bo'lib qolishi mumkin. Har xil vaziyat. Shu narsani men so'rayman. Bu klinikani mana shu holga olib kelganini meni davolab, mana oyoqqa qo'yishini bular imенно shu klinikadan men talab qilaman. Shu narsaga menga yordam berib, chora ko'rishib, qonuniy chora ko'rishligini men shu narsani xohlayman. Mana ko'plab fuqarolarimiz bugun ortiqcha vazndan xalos bo'lish maqsadida operatsiya qildirishmoqchi bo'lishadi. Shu o'tgandan keyin esingizdan chiqadi, yana qo'ramiz. Shu narsa ham menga dars bo'lmaydi, mana ahvol. Mana ikkinchi dars o'sha xalq uchun, mana men ikkinchi dars, lekin men uchun ham misol uchun 2-3 talab darsda bo'lgan. So'ravdim, aytaman, 1 oy 2 oydan keyin odamda umid bo'linadi, qo'rquvlar ketadi, mana qo'rqdim. Chiqachon bu narsani qilmaydi umuman. Shu narsani qo'lingman, tabiiy undan ko'ra dentalni olish kerak ekan. Rahmat. Sog'ayib keting. Rahmat. Biz shu voqealar boshini kuzatib boramiz. Rahmat. Sog' bo'linglar, sizga ham e'tiborli bo'lishingizga sizga ham rahmat. Qayg'urgan biz xalqim uchun hammaga rahmat. Duo qilayotganlar ko'ryapman Instagramda, hamma joyda, mana endi televideniyada sizlarga ham shu hammaga rahmatimni aytib qo'ymoqchiman. Ne, videodan boshqasidan qo'rqmaysiz, boshqa mana hattoki kasal ham уже chiqib ketdilar. Bularning muomalasidan уже medstralar kelib talashishyapti. Sterilnisi buzilgan antibiotiklarni, dorilarni desa, almashtiring desa, jahl qilib chiqib ketishyapti. Уже medstralar talashishyapti. Voqealar rivojini bizning kanalda kuzatib boring. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.